Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan og'iz hidlanishining asosiy 5 ta sabablaridan biri va ularni uy sharoitida qanaqa qilib bartaraf qilish haqida gaplashamiz. Og'iz hidlanishining sabablaridan birinchisi bu hammada kuzatiladigan holat bu eng ko'p uchraydigan holat bu tish gigiyenasiga, ya'ni og'iz bo'shlig'i ertalab va kechqurun bir kunda 2 mahal tishlarimizni tozalashimiz kerak. Faqat tishlarni tozalashdan tashqari bizda tillarimiz ham bor. Tillarimizni ham tozalashimiz kerak bo'ladi. Ko'pincha tillardagi qarashlar ham og'izdagi badbo'y hidni chiqarishiga sabab bo'lishi mumkin. Tishlardagi qarashlar, tildagi qarashlar hammasi yig'ilib, bu yerdagi mikroorganizmlarning ko'payishi va ularni o'zidan har xil badbo'y hidlarni ishlab chiqarishiga sabab bo'ladi. Shu sababdan tishlarni yuvmaslik og'izni hidlanishiga olib keladi. Tabiiyki buni yechimi o'zi bilan ma'lumki, tishlarni doimiy tozalikda saqlashimiz kerak va tillarimizni toza saqlashimiz kerak. Mana shu holatlarda biz o'zimizni og'iz bo'shlig'imizdan badbo'y hid kelishini oldini olgan bo'lamiz. Ko'pincha so'rashadi, tishlarni tozalashni ko'p bo'lishadi, tilni qanday tozalash mumkin? Tilni tozalash uchun o'zini maxsus shotkalari yoki shotkamizni orqasida har xil so'rg'ichlari mavjud bo'ladi. Mana shu yordamida tishlarni tozalashimiz mumkin. Yoki oddiygina yog'och qoshiqni olib turib, o'sha yog'och qoshiq orqali tilni orqa tomonida joylashgan qarashlarni tozalash imkoniyati ham bo'ladi. Endi ikkinchi sababi bu ko'pincha milklarni yallig'lanish kasalliklari. Tibbiyot tilida gingivit deb ataladi. O'sha milklarni shamollashi, milklar o'zida shamollagandan keyin yiring ishlab chiqarishi, milk atroflarini, so'rg'ichlarini yallig'lanishi orqali yuzaga keladi. Mana shu holatda yallig'langan milklardan o'zidan badbo'y hid chiqarishi mumkin, chunki unda yiring to'planadi. Buni davolash uchun albatta birinchi navbatda gigiyena, ikkinchi navbatda milkka botib kiruvchi koronkalar, har xil ortodontik apparatlar, moslamalar hisobiga ham bo'lishi mumkin. O'shanaqa har xil travma beradigan narsalarni bartaraf qilishimiz yoki har xil noto'g'ri qo'yilgan plombalarning hisobiga o'sha yerdagi milkimiz yallig'langan bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabablardan biri bu o'sha tish milk cho'ntaklarida joylashadigan toshlar, ya'ni har xil qattiq yoki yumshoq toshlardan, qarashlardan iborat bo'lishi mumkin. Mana shu ham milklarning yallig'lanishiga va milklardan og'iz bo'shlig'idan badbo'y hid kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Uchinchi sababchi bu albatta tishlardagi karieslar, kovaklar, tishlar bilan bog'liq bo'lgan muammolar. Bu narsalar tishlarda qanchalik kovaklarning ko'p bo'lishi, bu o'sha joyga ovqat qoldiqlarini ko'p kirib qolishi va o'sha joyda mikroblar yordamida uni parchalanishi, hazm qilinishi va bijig'ishi hisobiga og'iz bo'shlig'idan noxush hidlar keladi. Bu narsani bartaraf qilish uchun albatta o'sha karies bo'shliqlarini, kovaklarni tozalab, uni o'rnini plombalar to'ldirish kerak. Uni shundagina o'sha joyga ovqat qoldiqlari kirib qolmaydi va u yerda qolib ketmaydi. Undan tashqari har xil qo'yilgan apparatlar yordamida ortodontik apparatlar bo'lishi mumkin, koronkalar bo'lishi mumkin. Mana shularning hisobiga ham yerda noto'g'ri tozalash hisobiga, noto'g'ri gigiyena hisobiga ovqat qoldig'i kirib qolib, chiqmasdan o'sha yerda bizda badbo'y hid keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Agar shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, noto'g'ri qo'yilgan koronkalar yoki qoplamalarni yechib va boshqatdan qo'yish, ortodontik apparatlarni atroflarini yaxshilab yuvish, tozalash tavsiya qilinadi. Undan keyingi sabablardan biri bu o'sha organizmni umumiy holati bilan bog'liq bo'ladi. Agar og'iz bo'shlig'ida hammasi yaxshi, tish toshlari butun, milklarida hech qanaqa yallig'lanish holatlari bo'lmasa, birinchi navbatda oshqozonni tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Oshqozonda qandaydir yara kasalliklari bo'lsa, qanaqadir kislotali muhitni oshib ketishi yoki ishqoriy muhitni oshib ketishini hisobiga, o't suyuqligini yaxshi ajralmasligini hisobiga bu narsa o'z bilan namoyon bo'ladi og'iz bo'shlig'ini hidlanishi bilan. Shu sababdan agar og'iz bo'shlig'ida hech qanday muammo bo'lmasdan turib og'iz bo'shlig'i hidlanayotgan bo'lsa, unda bunday bemorlarni biz ko'pincha umumiy o'sha terapevt, vrach, shifokor yoki gastroenterolog bilan maslahatlashishni tavsiya beramiz. Shu orqali muammoni bartaraf qilish mumkin bo'ladi. Yana bir sabablardan biri bu so'lak bezini yoki so'lakni kam ajralishi. Mana shuni hisobiga ham og'iz bo'shlig'ida agar suyuqlik kam bo'lsa, so'lak kam ishlab chiqarilsa, bu narsa mikroblarni ishlab chiqarishi, mikroblarni ko'payishi uchun yaxshi sharoit yaratiladi. Bu narsa qachon kuzatilishi mumkin? So'lak bezini yallig'lanish kasalliklarida bo'lishi mumkin yoki so'lak bezini yo'llarida har xil toshlar bo'lsa yoki qanaqadir radioaktiv nurlanishlarning ta'sirida ham so'lak
bezini ish faoliyati kamayishi yoki so'lakni konsentratsiyasi o'zgarishi, quyuqlashishi mumkin. Endi agar biz uy sharoitida bo'ladigan bo'lsak, uyda qanday qilib og'iz hidlanishini yo'qotishimiz mumkin? Birinchi navbatda bu albatta gigiyenik vositalardan foydalangan holda yuqorgi va pastki tish qatorlarini tozalash, til qarashlarini tozalashdan iborat bo'ladi. Ikkinchi qiladigan ishimiz bu albatta tishlarning orasini tozalash uchun o'zini maxsus iplari, floslari bor, o'shalar yordamida har bitta tishning orasini tozalab chiqish mumkin. Bu narsa ko'pincha zubni shotka yordamida tozalaganimizda chiqmaydi. Uchinchi navbatda biz o'zimizni maxsus o'zini og'iz bo'shlig'ini chayish uchun eliksirlar bor. Mana shu eliksirlar yordamida og'iz bo'shlig'ini chayish tavsiya etiladi. Mana shu holatda ham og'izdagi badbo'y hidlar, noxush hidlar yo'qoladi. Uy sharoitida bo'lsangiz, birinchi navbatda hammani uyida tuz bor, osh tuzini iliq suvga solib turib, uni izotonik eritmaga aylantirilgan holda og'iz bo'shlig'ini tuzli suv bilan chayish tavsiya qilinadi. Mana shu holatda ham og'izdagi badbo'y, noxush hidlar yo'qoladi. Undan tashqari uyimizdagi bor mahsulotlardan, ya'ni ko'k choy orqali romashka, shalfiy o'simliklaridan foydalangan holda damlamalar tayyorlab turib, og'iz bo'shlig'ini chayish tavsiya qilinadi. Mana shu holatlarda ham noxush hidlar yo'qoladi. Og'iz bo'shlig'idagi noxush hidni yo'qotish usullaridan biri bu yalpiz. Yalpizni olib turib, bu tabiiy orbit, tabiiy yalpizni olib turib, uni chaynash imkoniyatimiz bor. Mana shu yo'l yordamida ham og'iz bo'shlig'idagi badbo'y hidlarni yo'qotish imkoni bo'ladi. Albatta, agar sizda hamma muolajalar o'tkazilgan bo'lsa, karieslar, milklardagi shamollashlar, har xil noto'g'ri qo'yilgan konstruksiyalar, oshqozondagi muammolar bartaraf qilingan bo'lsa-da, badbo'y hid kelishi to'xtamayotgan bo'lsa, mana shu yo'llar yordamida og'izdagi noxush hidni yo'qotishga harakat qilib ko'rsangiz bo'ladi. Bergan ma'lumotlarimiz sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, xursandmiz. Agar shunga o'xshash savollar bo'lsa, yana albatta kommentariyada, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr.